Linibetdan ro'yxatdan o'tishda tushuntirib o'taman. Yemasa boshladik videoni. Ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Bu yerda 3 xil usul bor. Sizga qaysi biri yaxshi bo'lsa, o'shadan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Endi asosiylari bir bosishda va telefon orqali ro'yxatdan o'tishni maslahat beraman. Oldin akkaunt ochmagan bo'lsangiz, telefon orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Telefon nomer kiritasiz. Boshqa davlatda bo'lsa, boshqa davlatning nomerini kiritsangiz ham bo'ladi bu yerdan topib. Keyin bu yerdan valyuta, xohlagan valyutangizni qidirib topishingiz mumkin. Masalan, rubl yozsangiz, mana Rossiya rubli kelib chiqadi. Mana pastdan. Agar dollarda o'ynayman desangiz, mana dollar. Bizlar so'mda o'ynaymiz. So'mda o'ynasangiz, bu joyga tenmasangiz ham bo'ladi. Keyin bu yer joyiga promokod kiritamiz. Kichkina harflar bilan L, in, pastki chiziqcha 93 645. Shu promokod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga 100% bonus beradi. Keyin bu yerdan bonusni sport uchun Kazino Games o'yini uchun tanlasangiz bo'ladi. Keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Telefon nomer kiritib. Oldin men akkauntni ochganligim sababli men bir bosishda o'taman. Sizlar telefon orqali ro'yxatdan o'tsangiz ham bo'ladi. Keyin bu joyda kapcha chiqadi, o'sha kapchadan o'tishimiz kerak. Mototsiklga tanlaymiz. Tasdiqlash. Mana bizlarga login bilan parol berdi. Bu eng kerakli narsa. Buni screenshot qilib olib qo'yish kerak. Mabodo akkauntingizdan chiqib kelsak, boshqa telefondan kirmoqchi bo'lsangiz, shu login bilan parol terib kirishingiz mumkin. Keyingisiga bosamiz va sirasiz akkauntimizga olib o'tadi. Pastda menu degan joy turibdi, o'shanga bosamiz. Bu joydan shaxsiy ma'lumotlar degan joyga bosamiz. Mana bu yerda telefon raqami ulab qo'yishingiz mumkin. Agar ulamay ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, xohlasangiz email ham ulashingiz mumkin. Hozir bu yerdan shaxsiy ma'lumotlarimizni to'ldirishimiz kerak, pul chiqarishda muammo bo'lmasligi uchun. Agar telefon nomer, email ulamayman desangiz, bitta shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirib qo'ysangiz, pul chiqarishda umuman muammoga duch kelmaysiz. Familiya, ismingiz, otangiz ismi, tug'ilgan sanani kiritasiz, bu yerni topasiz. OK deb bossangiz kiritiladi. Tug'ilgan joyga kiritasiz, yozasiz. Keyin viloyat kiritasiz, topib qayerda bo'lsangiz. Bu joylar juda ham oson. Bu yerda keyin shahar, yashash manzili kiritasizlar. Keyin bu joydan chet el pasportini kiritsangiz bo'ladi. Birinchisi yashil pasport, agar ikkinchisi ID karta, yangi chiqqan kartani plastik bo'lsa. Haydovchilik guvohnomasini kiritsangiz bo'ladi. Hozir bizlar yashil pasportni pasport seriyani kiritasiz bu joyga. Masalan, AB bo'lishi mumkin. AB shu. Keyin shundan keyin 4 ta raqam yozish kerak. Agar ko'p raqam yozsangiz, masalan 7 ta yozsangiz qabul qilmaydi. Hujjat raqami yashil pasport hozir ko'rsataman. Agar siz ID yangi chiqqan pasport bo'lsa, pasport bu tomonda JSHR degan narsa bor, 14 ta raqam. O'shani yozishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, mana yashil pasportingiz bo'lsa, mana oxiridan ikkitasini tashlaysizlardan. 14 ta raqamni ko'chirib olasizlar. Pasport seriya mana bu joyda bo'ladi. Keyin berilgan sanalar mana bu joyda ko'rsatilgan. 14 ta raqamni keyin bu joyga yozasizlar. Men shuncha yozib qo'ydim. Keyin berilgan sanasini topib kiritasizlar. Kim tomonidan berilgan, masalan, o'zi pasportda yozib qo'yilgan. Agar yozilmagan bo'lsa, shahar bilan oxiriga katta harflar bilan IIB deysizlardan saqlash tugmasini bosasiz.
Mana bu joyda aytyapti 6 ta raqamdan keyin 6 ta raqam qoldirasiz va saqlash tugmasini bosamiz. Muvaffaqiyatli saqlang. Agar qolib ketgan bo'lsa 1-2 ta mana keyinroq to'ldirsangiz ham bo'ladi. Telefon raqami faollashtirish. Telefon raqamini yozasiz. Faollashtirish bosasiz. Nomerga kod keladi, o'sha kodni tasdiqlasangiz telefon raqami ulanadi. Keyin 100% sizga bonus ham beradi. Nomer ulasangiz. Shu aytganlarning barchasini to'g'ri bajarganingizdan keyin hisob to'ldirishga o'tsangiz ham bo'ladi. Hisob to'ldirish, pul chiqarish. Hisob to'ldirishga kiramiz. Bu yerda xumoni tanladik. Summani kiritasiz. Minimal 30 mingdan, minimal 5 mingdan 6 million so'mgacha kiritsangiz bo'ladi ekan. 30 ming tanladim. Telefon raqami yozish kerak ekan bu joyga. O'zingiz telefon raqamingizni yozib qo'yasizlar, bu yerga email. Xohlagan emailingizni kiritsangiz ham bo'ladi. Agar yo'q, kiritishni xohlamasangiz bu joydan ko'rsatib o'taman. 30 mingdan 33 million 915 minggacha kiritsangiz bo'lar ekan. Tasdiqlashni bosamiz. Ozgina kutamiz. Uni bosamiz. Xo'sh, karta beradi. O'sha kartaga biz pul to'lashimiz kerak. Kartani nusxa oldim. Mana bergan kartaga 30 ming. Boshda o'zingiz summani kiritasiz, xuddi o'sha summani taylash kerak. Masalan, 29 ming, 25 ming taylab qo'ysang, umuman tushmaydi. 30 mingdan oshib ketsa ham tushmaydi. Masalan, 31 ming. 30 ming 500 so'm taylab qo'ysangiz ham tushmaydi. To'shni 30 ming so'm taylash kerak. Xohlagan ilovasiga o'tasizlarni o'rtadan bosib chiqqandan keyin, masalan, Clickmi, Paynet, Anorboy o'shalarga o'tib taylashingiz mumkin. Hozir men boshqa telefonim orqali pul taylayman. Shu kartaga to'shni 30 ming so'm taylaysiz. Komissiyani masalan boshqa narsa taylasang, komissiyani hisobga oling. O'shaning uchun Clickdan taylashni maslahat beraman. Agar komissiya masalan qop 29500 so'm tushib qolsa ham umuman tushmaydi. To'shni men 30 ming so'm tayladim shu kartaga. To'ladim degan yozib bosaman, bu sirasi tushadi. Chunki biladida kartaga pul tushsa sirasi. Bosh sahifaga qaytish. Mana ko'rib turganingiz 30 ming so'm pul tushgan. Nega bonus bermadi desangizlar, chunki telefon raqami ulamaganim uchun bonus bermadi. Bonusni qayerdan ko'ramiz desangiz, mana bu yerda bonuslar degan joyda. O'sha yerda ko'rishingiz mumkin bonus pulni. Pul chiqarishga keladigan bo'lsak, mablag' chiqarishga o'tamiz. Bu yerdan xumoni tanlaysiz. Summani, karta raqam, kartaning ism, familiya, keyin kartadan muddat, telefon raqami va email kiritib qo'yasiz. Agar telefon raqam email yozgan bo'lsangiz, sizdan so'ramaydi. Agar Uzkart orqali to'ldirgan bo'lsangiz, Uzkart bo'limini tanlashingiz mumkin. Aytgancha hisob to'ldirishda bu bo'limni tushuntirmadim. Shuni ham to'liq tushuntirib ketaman hozir. Xo'sh, men telefon raqamini email kiritdim, tasdiqlashni bosaman. Bu joyga karta raqamini kiritasizlar va muddatini va kartadagi ism, familiyangizni yozib qo'yasizlar. To'lash degan yozib bosaman. Hozir men kiritib to'lash degan yozib bosaman. Mana keyingi bo'limga o'tdik. Kartaga ulangan nomerga kod keladi. Mana kod keldi. Shuni kiritsangizlar, sirasi pulingiz tushadi. Yuborishni bosamiz. Mana sirasi pulimiz tushdi. Yopish. Mana hozir ko'rasizlar. Tak. Mana 10 ming so'm tushgan. Bir chiqib kirsangiz ham bo'ladi agar tozalab. Shunda mana 40 ming so'm bo'ldi. Mana bildirishnoma kelgan pul tushgani haqida. Endi masalan o'yinlar o'ynab, pulni ko'tarib bemalol chiqarib olishingiz mumkin. Hozir chiqarishni ham ko'rsatib o'taman.
Xo'sh, men balansni 50 ming so'm qildik. Pulimiz aylandi to'liq. Katta yutqazib YouTube katta pulimiz aylama bo'ldimi, chiqarib olishingiz mumkin. Yoki 2x qilib chiqarib olishingiz mumkin. Bu yerdan xumon bo'limini tanlaysiz, summani kiritamiz. Minimal 13. Hozir qaytganib chiqaman, mana o'zgaradi. Tak. Mana ko'rib turganingizdek, kirib chiqursangiz o'zi o'zgaradi. Bu yerdan minimal 100 ming aytdi, boshqasini chiqish kerak. Mana endi yaxshisi chiqdi. Mana shuni chiqarsak bo'ladi. 50 ming so'm. Karta raqam, ism, familiya va kartaning muddatini kiritib tasdiqlash tugmasini bosamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Karta raqam va ism, familiyani yozdim, keyin karta muddatini kiritdim. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Mana talabnoma muvaffaqiyatli yaratildi. 50 ming so'm chiqdi ko'ra. Mana bu joydan ko'rishimiz mumkin. Mana zaявка berilgan. Hozir balansimni ham pul kamayadi. Turib kamayapti. Bir chiqib kirsangiz o'zi kamayadi. Kutamiz, uzog'i 10-15 minutda pulimiz tushadi.